Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bir kuni Abdurrahman ibn Avfni ko'rib qoldilar. Unda kiyimida sariq belgilar bor edi. Zafaron qo'shilgan atir separ ekan. Haligi zafaronda sariq rangi kiyimlariga chiqib qolsa, birortasi ko'rsa, yangi kuyov deb bilar ekanda. Bilinar ekan, bu yangi kuyov ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom Abdurrahman ibn Avfni shunaqa holatda ko'rib qoldilar. Hayron bo'ldilar. Senda kuyovlik alomatini ko'ryapman dedilar. Deyodilar. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu bir oz uyalib, "Men uylandim ya Rasululloh" dedilar. "Mahrga nima berding?" dedilar. "Ha, bir donakcha tillo berdim." "Avlim vala bishat." Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin dedilar. Agar Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz alayhisalom 10 ta qo'y so'yib to'y qilgin deganlarida qodir edi. Lekin bugun u kishi 10 ta so'ysa, ertaga boshqasi 20 ta so'yadi. Undan keyin 30 ta so'yadi. Xuddi bizdagidek. Bizda ham avval kichkinaroq boshlangan to'ylar hozirga kelib dabdabaga aylanib ketdi. Tan olishimiz kerak. Dunyoni men juda ham ko'p davlatlarga boraman, hatto to'ylarda ishtirok etaman, to'g'risi. Bizdagidaqa kabi isrof bo'ladigan to'yni men hali ko'rmadim azizlar. Juda ham katta isrof. Tek qo'ysa odamlar yangi narsalarni o'ylab chiqaryapti. Menga bittasi tarmoqlarda qarang deydi, bir to'yda dasturxonni ko'rsatyapti. Xo'p, mayli, yemishlar isrofgarchilik. Meni o'ylantirgan narsa o'sha dasturxon ustiga yumaloq bundoq keladigan akvariumni qo'yib, ichiga baliq solib qo'yibdi. Hamma stolda shunaqa turibdi. Ko'rgan bo'lsanglar ijtimoiy tarmoqda. Men tushunmadim. Men aytdimki, o'zi 1 soat, 2 soat o'tirsa, bu baliqni nima qiladi bu? Bu hammasi o'zini ko'rsatish, riyo, dabdababozlik, isrofdan boshqa narsa emas. Bitta illat chiqdimi? Ha, endi deyish kerak emas ekan, men shuni bilib qo'ydim tajribamdan. Darhol to'xtatish kerak ekan. Qilma buni deyish kerak. Chunki keyin ulanib ketadi. Keyingisi undan battarroq narsa qiladi. Kecha internetda ko'rdim, menga yuborishdi bolalar. Masjidga kelin kuyovni olib kirib fotosessiya qildiribdi. Masjid tabarruk joy azizlar. Juda ham hayratlanib ketdim azizlar. Masjidning ichiga kirib, kelin kuyovni har xil joylarga qo'yib qo'yib, mana shunaqa masjidda fotosessiya o'tkazyapti. Masjidning hurmati qani bu yerda. Qolaversa, bu ham ortiqcha bid'at, ortiqcha isrof, manmansirashmi? Men bu nimaga gapiryapman? Agar gapirmasam, ertaga shu odatga aylanaveradi. Shuning uchun bu narsalarni to'xtatish kerak. Endi o'zi kechirasizlar-ku, Ka'batullohning oldida fotosessiya qilib ko'rishdi. Rasmlarga olish urib bo'ldi. Uni necha marta gapiryapmiz. "Ey, Ka'bani oldida rasmga tushmang, Ka'bani oldida duo qiling, yig'lang" deyapmiz. Endi uni to'xtatishning imkoniyati bo'lmay qoldimi? Nimani bo'lsa rasmga olish odat bo'lib qoldi. Hatto janozani ham hozir videoga olgizyapti. Men hayronman, ertaga otasini, onasini dafnini ko'rib nimasidan rohatlanar ekan? Uni ham qildiryapti. Bugunlik kunda bu to'ylarni isrofgarchiligini o'zimiz tashkil qilyapmiz. Keyin yana o'zimiz biz shunaqa millatmiz. Yo'q azizlar, biz butun dunyolarda lol qoldirgan millatmiz. Biz dunyolarga to'yimiz bilan emas, ilmimiz bilan tanilgan ajdodlarning avlodimiz azizlar. Bizni eslaganda Buxoriy va Termiziylar, Ibn Sino va Xorazmiylar eslanadigan millat vakillarimiz. Lekin bugun bizni maqsadimiz to'y bo'lib qoldi. Bundan 100 yil muqaddam ham, ehtimol undan ham oldinroqdir, bir jadid bobolarimizdan birini iqtibosini o'qib qoldim. Bir iqtibos duosi bor ekan. Ey Alloh, bizni xalqimizni to'y dabdababozlik balosidan o'zing saqlagin deb duo qilgan ekan. Bir asr oldin ham bu muammo bor ekanda. Bir kuni o'ylanib qarab ko'rsam, to'y bizni hayotimizni mazmuniga aylanib qolibdiki, bitta yoshi kattaroq odamga, erkak yo onaxonga yaxshilik qilsangiz, xizmatini qilib ko'nglini olsangiz, e'tibor bering duolariga. Amin. Bolam topganing to'ylarga buyursin.
boshing to'ydan chiqmasin. Endi men iltimos qildim otaxonlar, o'sha sizga birov yaxshilik qilsa bolam, ilohim ishlaringga baraka bersin. Topganing ilm va ma'rifatga xizmat qilsin. Topganingni bolalaringni ilmiga sarflagin, rohatini ko'rgin, farog'atini ko'rgin. Shunaqa duo qilaylik. Endi buni isloh qilishlik bizning qo'limizda qoldi azizlar. Agar biz bugun rivojlanib kelayotgan davlat, ziyoli insonlar, e'tiqodli insonlar hammamiz birgalashib tartib qilmasak, kelajak avlodimiz bundan ham qiyin holatda qoladi.